o'tasiz-ku. Ha, eshitmadim. Kim dedingiz? Inspektor ishlay bo'laman. Hujjatlar tekshiruvga asosan to'xtatolmaydi. Hujjatlar joyidami? Tekshirib qo'yiladi. Joyida, aka. O'zingizga ham birinchi ko'rib oringlar, boruv. Kameram ishlayapti aka. Ishlash kerak-da o'zi. Og'ir qilib ko'tarib yurmaysiz, bo'larmi vasga? Hop, kichik serjant. Yaxshi yozilmagan-a, yozig'i juda. Stillayevmi? Xuddi shunaqa. Otingizni ham o'qiy olmayapman. Said Iskandarbek. Hop. Qani surkalib ketibdi-da siyoha? Yo suv teganmi? Yo surkalib ketgan aka. 23-gacha 31-dekabr, hop. Vazirlar Mahkamasining 975-sonli qaroriga asosan mana ikkinchi qism 6-bobda vizual kuzatuv hamda hujjatlar tekshiruvga asosan to'xtatamiz aka. Ha. Vazirlar Mahkamasi bosh vazirimiz Abdulla Aripov Nig'matov tasdiqlab qo'ygan aka. Zo'r aka. Hujjat tekshirasizmi faqat? Faqat hujjat tekshiruvi aka. Yo'lda misol hujjat yo'q, mashinalar ham bo'lib qolyapti-da ko'pi. Yo'lni beryapti, o'zi to'g'ri tushunadi. Yo, biz tushunamiz. Qaysi hujjatlarni berishim kerak? Haydovchilik guvohnomasi, avtotransport qayd etish guvohnomalari, sug'urta polisi. Agar mashina o'zingizga nomingizda bo'lsa, ishonchnoma shart emas aka. Mana. Ko'rsatib turing menga aka. Karantin qoidalariga amal qilamiz. Farhod aka. Bo'ldi. Mashina kimning nomida? Farhod aka. Islom akaning nomida ekan. Xo'p. 3 yil muddatga berilgan. Xo'p, sug'urtangizga surogini ko'rib qo'ysangiz bo'ladi aka. Oq yo'l aka, sog'lik salomatlik. Yaxshi ishlang aka. Aka, bitta savol bor edi. Mumkinmi? Bemalol aka. Hozir tadbirmi, nima bo'lyapti? 15-oktyabrdan 15-noyabrga qadar jinoyatchilikka qarshi kurashish, hozir aka birmi? Harakat xavfsizligi oyligi, qoidabuzarliklarga qarshi kurash oyligi aka. Ha. Qoidabuzarlikligi, ha? Qoidabuzarliklarga faqat. Bu yerda hozir aniq mana shu joyda turishga qanaqadir hujjat bo'ladimi sizlarda? Bizda dislekatsiya bo'ladi, u spes divizionga tarmoq orqali jalb etilganmiz aka. Ha, yoningizda dislekatsiya yo'q. Pastda. Yoningizda dislekatsiya yo'qmi? Trassada bo'lmaydi aka. Ha, sizlarda bo'lmaydi. Liboy aka, masalan, Liboy xodimdan so'rasangiz, trassada davom etsangiz, dejurka navbatchilik qismiga murojaat qilib olishingiz. Ismingizni eslab qola olmadim. Said Iskandarbek. Said Iskandarbek, uzun ekan, aka. Okey, qarang. Bitta narsada, hozir siz meni tanidingiz, to'g'rimi? Ochig'ini ayting. Yo'q. Yo, tanib turib shunaqa muomala qilyapsizmi yo просто shunchaki so'rayapman? Do'st aka, o'zim muomalam shunaqa aka. Ha, agar haqiqatda muomalangiz shunaqa bo'lsa, 5 baho aka. Endi tak haydovchi sifatida, fuqaro sifatida sizga nisbatan hech qanaqa husumatim yo'q. Bo'ldi. Muomalangiz juda ham chiroyli. Qolganlarga ham shuni, endi hozir video, menda ham video anaqa ketyapti. Ijtimoiy tarmoqqa joylashtiraman. Xabaringiz bo'lmagan bo'lsa, blogerman. Farhod Tohirovich kanalida kuzatsangiz bo'ladi bemalol. Buni hech qanaqa yomon tarafi yo'q. Hop. Men yaxshi tomonlarni ham, yomon taraflarni ham olib chiqib ko'rsatadigan blogerman. Ogohlantirasiz, bilaman. Sizning ruxsatingiz mumkin emas aslida, lekin mana shu narsani ma'nosini men ozgina tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Vaqtingiz olmayapmanmi? Juda ko'p yo'l patrul inspektorlari to'xtatishadi, kameraga olishni boshlasa, biz fuqarolar. Bizga ruxsat berilgan, bilasizlar, xabaringlar bor. 975 da ko'rsatib o'tirilgan. Endi qarang, yo'q. Ijtimoiy tarmoqqa chiqarilmasin, ruxsatsiz mumkin emas, jinoiy yoki ma'muriy deyilgan joyni biz topa olmayapmiz-da. Lekin Farhodaga bitta qo'shimcha qiling aka, gapingizni eshitib, zo'r endi bo'ldi. MJTK Ma'muriy javobgarlik kodeksi 41-moddasi bor-da. Har bitta fuqaroga haqorat qilish yoki uni anaqa nima desa bo'ladi? Anonimga tegib qo'yish. Shaxsiyatingizga tegish mumkin. Ha, tegish mumkin. Mana shu narsani sizga tushuntirmoqchi edim. Siz meni gapim bo'lib boshqacha anaqada ko'rinishda gapirib beryapsiz. Okajon, qarang.
agarda sizlarni shaxsiyatingizga tegadigan jarayonni syomka qilib ijtimoiy tarmoqga sizlarni qo'pol qilib aytganda ko'cha tilida izdevательство bo'lsa, ustinglardan kulish ma'nosida bo'lsa, u mumkin emas. Prezident bekorga eshityapsiz, prezident bekorga ruxsat bermadilar-da. Tushunyapsizmi? Siz xizmat vazifasidasiz. Agar grajdanskiy kiyimda bo'lsangiz, sizni bo'lar bo'lmasga olib ham chiqarishga haqqimiz yo'q. Tushunyapsizmi? Xizmat faoliyatingizni chiqaryapmiz. Ya'ni shu xodim to'g'ri ishlayapti yoki noto'g'ri ishlayapti. Televideniya nimaga yo'masam avtopatrulda syomka qiladi-da, haydovchidan so'ramasdan qo'yadi. Mana sizga bitta javob. Lekin shunaqa deysiz. Tushunyapsizmi? Uni ham shaxsiyatiga tegish mumkin, haydovchini ham. Televideniya orqali qo'yilsa, butun omma ko'radi uni. Internetdan foydalanmaydiganlar ham ko'radi uni. Bu noto'g'ri tushunchaligini tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Lekin farqotdagi uzr gapingizni yana bo'ldimi, oga beodab deb o'ylamayman. Yo'q, normal. Nega olib ko'rsatadi deysiz, fuqaroning familiya ismini yashiradi hamda yuziga belgi qo'yib yashirib, bijir qilib chiqazadi aka. Unisi ham bor. Yo'q, chiqarmaydiganlari ham bor. Qaramadim просто. Shuncha yalintirib shunaqa ish qo'ysin. Okajon, men xizmat vazifamni bajaryapman. Xizmat vazifamni bajaryapman. Sizlar aka xizmat vazifa bajarmayapsizlar. Sizlar odamlarni просто ko'rib ketib qo'ysizlar, bo'ldi. Sizlardan aka tiz cho'kishga ham rozi bo'ldim aka. Odam unaqa bo'lish kerak emas, akajon. Qo'lingizni oling iltimos. Unaqa bo'lmang aka. Bu yaxshilik olib kelmaydi sizni. Yordam beringlar undan ko'ra odamlarga. Mashinaga payt va mashinaga vazifa tushib qolsa tushuntiring aka. Ertaga tayyor bo'lsin bu narsa. Bunaqa yurmang. Siz qarang nima qilyapsiz aka? Inson unaqa qilmaydi aka, tushunadi odamni. Odam. To'g'rimi aka? Hammasini kuzatmaysiz, to'g'ri bilaman, sizlar xizmatdasizlar. Okajon, mana endi men to'xtash mumkin emas joyga to'xtatdingiz xizmat vazifasi yuzasidan. Men tushib sizdan ruxsat olib, bir ikkita shu haydovchilar bilan muloqotinglarni yaxshilik ma'nosida o'zimni kanalimda yoritib bersam bo'ladimi? Tungi vaqtda xizmat olib boryapsizlar. Boshqacharoq ko'rinishda. Kerak bo'lsa intervyu ham qilamiz. Farqotdagi bitta narsada bu trassada. Ha. Agar mumkin emas bo'lsa, men mumkin deb aytsam ham bo'ladi, lekin trassada tekshiruvchilar bor, maxsus o'zingiz. Ha, bo'ldi, tushundim. Bo'lmasam ko'p vaqtinglarni olmayman. Sog' bo'linglar, okajon. Yaxshi ishlaylar. Agar o'zingiz kanalingizga mana shunaqa roliklar olaman desangiz, boshqa anaqa ko'chalarda olsangiz bo'ladi. Bilaman, xabarim bor. Olganmiz. Qo'yganmiz. Yo'q, men bilan bittada tushundim. Shunga oldindan so'radim-da, mumkinmi, mumkin emasmi? Okey, yaxshi ishlaylar. Rahmat kattakon. Xo'sh, do'stlar, mana tungi vaqt bizda faqatgina kanallarimizda aksariyat videolarimizda yo'l patrul inspektorlarini 90-95% yomon ko'rinishda videolar qilganmiz. Buni tan olamiz, balkim bizning aybimizdir bu. Shuning uchun hozir bu videoni sizlarga namoyish etyapman. Fikringlarni kommentariyada kutib qolaman. Bizda yaxshi xodimlar ham bor, 5 qo'l baravar emas, doimgidek aytadigan so'zim. Yaxshi xizmat qilib, yaxshi faoliyat olib boradiganlar ham yo'q emas. Mana o'zingizlar ko'rdinglar, bizda hech qachon oldindan tayyorgarlik qilib, kimnidir o'rgatib qo'yib, gapirtirib, intervyular qilib olinmagan. Shu paytgacha bu yog'iga ham harakat qilamiz, shunaqa yaxshi holatlarni ham ko'rsatib berishga. Yo'l patrul inspektorlarini, yaxshi ishlashayotganlarni albatta. Salomat bo'linglar. Farhod Tohirovich kanalidan uzoqlashmaymiz. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yishingizni iltimos qilaman. Xayr, salomat bo'linglar. Thank you.